12 oy oldin Tottenham Yevropa finalida o'ynayotgan edi. Oxirgi turdan oldin ular pastki ligaga tushib ketishdan atigi 2 ochko tepada turishibdi. Asosiy raqobatchi West Ham United va oradagi farq 2 ochko. Ikkalasi ham yakshanba oqshomi soat 20:00 da o'ynaydi. Bir vaqtda kimdir qoladi, kimdir uchadi. Tottenham bosh murabbiyining gapiga qaraganda, bu haftadagi o'yin o'tgan yilgi Yevropa ligasi finalidan ham kattaroq, ham muhimroqdir. Bu orada Bournemouth Chempionlar ligasidan 90 daqiqa berida turibdi. 6-o'rinni egallashdan, ya'ni agarda Manchester City bugun Aston Villani yutadigan bo'lsa, Villa mavsumni 5-o'rinda yakunlaydi. Unai Emery jamoasi esa allaqachon Chempionlar ligasiga chiqib bo'ldi. Ya'ni bu haftada Yevropa ligasida chempion bo'lib, demak 6-o'rindagi jamoaga eshik shundoq ochiladi. O'sha eshik orqasida esa Bournemouth turibdi. Bournemouthki 13 yil oldin 3-divizionda o'ynab yurgan jamoa. Ba'zi klublar Chempionlar ligasiga chiqaman deb ming o'lib, ming tiriladi. Bu jamoaning peshonasi yarqiragan, chunki ingliz klublari Yevropada haddan tashqari ko'p yutavergani uchun mana Chempionlar ligasiga chiqyapti. Arsenal muxlislari xavotir olmanglar. O'tirib oling. Kubok ko'tarish marosimi yakshanba kuni bo'lib o'tadi. Hammasi hal. Mikrofon, artistlar, mushakbozlik bu endi tugab bo'lgan hikoya. Faqat shu sahnaga olib chiqish qoldi xolos. 38-tur, oxirgisi. Bir tarafda Yevropa finalida o'ynagan jamoa pastki divizionga tushib ketaman deb turibdi. Boshqa bir tomonda esa 2013-yilda 3-divizionda o'ynab yurgan klub Chempionlar ligasiga chiqaman deb turibdi. Buni albatta ko'z bilan ko'rish kerak. Chunki Angliya futboli bunaqa narsalarni ikkinchi marta rejalashtirib o'tirmaydi. 12 oy ichida Yevropa finalidan pastki ligaga tushib ketishgacha yoki mavsumning eng katta qutilishi yakshanba soat 20:00. Tomosha qiling va ta'qibda qoling.